1-fevraldan o'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? 2026-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim o'zgarishlarni sanab o'tamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshgan transportlardan foydalanish va ularni qayta ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi. Ular davlat ro'yxatidan ham chiqariladi. Hukumatning yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish to'g'risidagi qarorida aytilishicha, ushbu taqiq 1-fevraldan kuchga kiradi. Shuningdek, 1-fevraldan boshlab umumiy vazni 44 tonnadan ortiq yuk avtomobillari, konlar, shaxta va karyerlarda qo'llaniladigan maxsus transportlar, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar uchun alohida seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshgan transportlardan kelgusida foydalanish zarurati tug'ilganda, ular antikvar toifasiga o'tkaziladi. Bunda ularga alohida ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami beriladi hamda ro'yxatga olish va foydalanishning maxsus tartibi belgilanadi. 1-fevraldan Afrosiyob elektropoyezdlari chipta narxlari 15% ga oshiriladi. O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati elektropoyezdlarga texnik xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlari xarajatlari, shuningdek elektr energiyasi hamda ekspluatatsiya xarajatlari oshganini sabab qilib ko'rsatgan. Bunda Afrosiyob elektropoyezdlarining VIP toifadagi chipta narxlari 15% ga qimmatlaydi. Misol uchun, Toshkentdan Buxoroga amaldagi 875 ming so'mlik chiptani 1-fevraldan 1,138 ming so'mga xarid qilasiz. Biznes toifadagi chipta narxi 1% dan ortiqqa ko'tariladi. Ya'ni Qarshidan Toshkentga 558 ming so'm emas, 642 ming so'm to'lab yetib olasiz. Shuningdek, ekonom toifadagi chipta narxlari esa 5% dan ortiqqa qimmatlamoqda. Misol uchun, Toshkentdan Samarqandga 270 ming so'm emas, 311 ming so'mga chipta xarid qilib yetib olasiz. Shu bilan birga Sharq, Nasaf va O'zbekiston yo'lovchi poyezdlari chipta narxlari 15% ga oshirildi. Eslatib o'tamiz, yuqoridagi poyezd narxlari oxirgi marta 1 yil avval 2025-yil 1-fevraldan boshlab o'zgargandi. O'shanda Afrosiyob biletlari 20-25% ga, Sharq, Nasaf va O'zbekiston biletlari 30% ga, yotoqli poyezdlarniki esa 10,5% ga ko'tarilgan. Prezident qarori bilan 1-fevraldan boshlab O'zbekiston fuqarolari ilk marta ID karta, milliy pasport olish uchun ariza topshirganda elektron raqamli imzo sertifikati karta chipiga bepul kiritiladi. Bundan tashqari, fuqarolar elektron hukumat tizimi foydalanuvchilarini aniqlashning yagona axborot tizimida avtomatik ravishda bepul ro'yxatdan o'tkaziladi. Hajga borish uchun yagona portal orqali ro'yxatdan o'tish majburiy bo'ladi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq O'zbekistonda Haj va Umra yagona portali ishga tushirildi. O'zbekiston fuqarolari endi Haj va Umraga borish uchun yagona portal orqali ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Yangi tartib quyidagi muddatlardan boshlab kuchga kiradi. 2026-yil 1-fevraldan Haj tadbiriga, 2026-yil 1-maydan esa Umra tadbiriga borish uchun portalda ro'yxatdan o'tish shart. Shuningdek, ziyoratchilar haqidagi ma'lumotlar portalga kiritilmasdan turib, safarlarni tashkil etishga yo'l qo'yilmasligi qayd etildi. 1-fevraldan A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun fuqarolar o'quv dasturining nazariy qismini mustaqil o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. Buning uchun avtomaktablarda o'qish majburiy bo'lmaydi. Bunda talabgorlar o'z ixtiyori bilan o'quv kursining nazariy qismini onlayn yoki offlayn shaklda o'qishlari yoxud unga mustaqil tayyorlanishlari mumkin. Faqat majburiy o'quv dasturida belgilangan amaliy mashg'ulotlarni to'liq o'tash lozim. Unda qatnashgandan so'ng transport vositalarini boshqarish ko'nikmalarini baholashning ijobiy natijalariga asosan haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlar topshiriladi. Fuqaroning mashg'ulotlardagi o'qishini tugatgani haqidagi ma'lumotnoma elektron tarzda shakllantiriladi.
1 fevraldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalardagi yoshlar uchun safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmatni bepul o'tash tartibi joriy etiladi. Ushbu maqsad uchun subsidiya ajratish tartibi bekor qilinadi. Bunda harbiy xizmat bilan bog'liq xarajatlar Mudofaa vazirligining safarbarlik chaqiruvi rezervi mablag'lari maxsus hisob varag'idan amalga oshiriladi. Shuningdek, harbiy xizmatni o'tab kelgan yoshlar bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha Kitob ma'rifat manbai dasturi amalga oshiriladi. Davlat organlarining kitob va kitobxonlik haqidagi reklamalari ijtimoiy axborot reklama sifatida tan olinadi. Transportlarda, jumladan avtobus, metro, samolyot, poyezdlarda simsiz yoki mobil internet tarmog'i orqali mutolaa platformasidan foydalanish imkoniyatlari yaratiladi. Qulaylik uchun QR kodlar o'rnatiladi. Umumta'lim muassasalarida jadidlar izidan kitobxonlik klublari tashkil etiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi o'zgarishlar haqida batafsil Vaqt.uz saytida tanishishingiz mumkin.